Assalomu alaykum. Birinchi savol. O'rta geometrik qiymat topish formulasi shu deyilgan. O'rta geometrik topishda biz n ta sonni ko'paytirsak, n-chi ildizni olishimiz kerak, lekin bu yerda n-chi ildiz emas, ya'ni noto'g'ri ekan. Ikkinchisi, mana shu tenglamalar sistemasi mana shu bo'lganda cheksiz ko'p yechimga ega. Xo'p, cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish uchun hamma nisbat teng bo'lishi kerak, ya'ni a1 taqsim a2, b1 taqsim b2, c1 taqsim c2. Bizda buni yoniga a1 taqsim a2 ni yozsak to'g'ri bo'lardi, ya'ni bu to'liq emas, noto'g'ri. Uchinchisi, tangenslar ko'paytmasi uchun quyidagi formula o'rinli. Xo'p, proporsiya qilib yuborsak, yoki deb belgilash kiritib olaylik. Mana shu tangens alfani x, tangens betani y desak, proporsiya qilib yuboramiz. X, y ko'paytirilgan mana bu 1 taqsim x qo'shilgan y teng tangens alfa x kotangens beta 1 taqsim y. Xo'p, bunga x ko'paytirib yuborsak, bunga x ko'paytirib yuborsak, y qoldiramiz. 1 plus xy. Bu yog'ini mahraj beramiz. xy qo'shilgan 1 taqsim y. Bu yoqda mablag' qisqarib ketdi. Keyin y kvadrat teng 1 qoladi. Bu y kvadrat teng 1, bu qanaqadir, ya'ni bu hozir qanaqadir tenglama ko'rinishda. Bu tenglik to'g'ri emas. Ixtiyoriy sonlar uchun to'g'ri emas. Demak, bu ham noto'g'ri. Uchalasi ham noto'g'ri ekan. Va bizda bu faqat A kalitda to'g'ri. Ikkinchi savol. Hisoblang deyilgan. Teng 417. Bularga mahraj bersak 99 beramiz. O'shanda mahraji 990. Surati 2 karra 99 ga, ya'ni 198 ga qo'shamiz 13 ni. 1 11 211. Xo'p, bu yoqda ham mahraj 990 ekan. Xo'p, bularning mahraji 990. Mana buni ko'paytirish qilib olsak, suratda bo'ladi. Bularning surati mahrajda bo'ladi. Xo'p, bularni bu ko'paytmamiz 396 ga teng. Ustiga 21 ni qo'shsak 7 417. Teng bu yoqda bu bilan qisqarib ketib 211 qolar ekan. Uchinchi savol. N natural soni uchun mana shu tenglik o'rinli bo'lsa, n ning qiymatini topishimiz kerak. Xo'p, bu yerda ixtiyoriy natural son va ixtiyoriy natural son o'zidan keyingi yoki o'zidan oldin kelgan natural son bilan doimo o'zaro tub bo'ladi. Ya'ni ikkita ketmay kelgan natural sonlarning e kubi 1 ga teng. Ular o'zaro tub. Mana bu hozir 1 ga teng ekan. Demak, keyin bu yoqda e kub n plus 2 teng bo'ladi. Buni o'rniga 1 qo'ysak, bundan 1 ni ayiramiz 112 ga. Bu n soni keyin ustiga 2 qo'shildi. Ya'ni agar n juft bo'lsa, bu ham juft, chunki ustiga 2 qo'shildi. N toq bo'lsa, bu ham toq, chunki ustiga 2 qo'shildi. Endi toq sonlarning e kubi ham toq son chiqishi kerak. Demakki, bu yerda hozir bularning e kubi juft son bo'lganligi uchun bu n juft son ekan. N juft natural son. N juft bo'lsa, men n teng 2x deb belgilash kiritib olsak bo'ladi. O'rniga qo'ysak e kub 2x 2x plus 1 bo'ladi. Va bularning har birida 2 bor. 2 ni chiqarib olsak e kub x x plus 1 bo'ladi. Bu ikkita ketmay kelgan natural sonlar. Va ikkita ketmay kelgan natural sonlar o'zaro tub, ya'ni o'zaro tub sonlarning e kubi ularning ko'paytmasi bo'ladi. Ya'ni bu teng 2 ko'paytirilgan x kara x plus 1 teng 112. X kvadrat plus x teng 2 ga qisqartirib yuborsak 56 ga. X kvadrat plus x, bir joyda xato qildimmi? Yo'q shekilli. Ayrilgan 56 teng 0. Xo'p, bu yerda buni ko'paytuvchi ajratib olsak, x plus 8
x minus 7 teng 0. X natural son bo'lishi kerak. X teng 7. X teng 7 bo'lsa n nechi bo'ladi? N teng 2x edi. N 14 ga teng. 4-savol. Mana shu tenglik o'rinli bo'lsa, mana bu ko'p xadni quyidagilardan qaysi biriga teng debdi. Demak, p x ko'p xat topib olishimiz kerak ekan. X teng 2 qo'yib borsak, mana shu yerda chap taraf 0 bo'ladi. 0 teng bu tarafimiz 8 plus m minus 4 2 qo'ydik, qo'shilgan m minus 9. Soddalashtirib olamiz. 8 plus 2m minus 8 qo'shilgan m minus 9 teng 0. 8 lar qisqarib ketdi. 3m teng 9, m teng 3. M ni qiymati 3 ga teng. Xo'p, endi o'rniga qo'ysak. X minus 2 piyat x plus 1 teng 2x kvadrat plus m ni o'rniga 3 qo'ysak minus x bo'ladi. 3 qo'ysak bu yog'i minus x, bu yog'i minus 6 bo'ladi. Xo'p, mana buni ko'paytiruvchi ajratib olsak x minus 2 kara 2x plus 3. Tekshirib ko'ray bitta. x kvadrat. Da, to'g'ri. Demak, mana bu ko'paytiruvchi ajraladi. Ikkala tarafdan x minus 2 ni qisqartirib yuborsak, piyat x plus 1 teng ekan 2x plus 3 ga. Bizdan piyat x minus 1 so'raldi. Buni topish uchun x ni o'rniga x minus 2 qo'yib yuboramiz. Qo'yib yuborsak, bu piyat x minus 1 bo'ladi. Bu yoq 2 kara x minus 2 qo'shilgan 3 teng 2x minus 1 ga. 5-savol. Ifodani soddalashtiring deyilgan. Teng. Xo'p, bu yoq usulcha turar ekan. Har bitta kasrni bittalab bajarib olaylik. Xo'p, bu usulcha turadi. Ikkinchisiga qaraymiz. 2a ildiz osti a kvadrat minus b kvadrat. Maxraj qanaqa turibdi? Bu b kvadrat. Bu yog'ichi a taqsim b qo'shilgan 1 ning kvadrati. Biz buni yozsak bo'ladi. A plus b ning qas kvadrat taqsim b kvadrat deb yozsak bo'ladi. Demak, mana b kvadratlar qisqarib ketar ekan. Ya'ni maxraj a plus b ning qas kvadrat ekan. Ko'paytirilgan. Bu yog'i. Mana bu maxrajini o'zi 1 plus 1 minus b taqsim a, maxraj 1 plus b taqsim a. Bu teng 1 plus a minus b taqsim a plus b ga. 1 ga maxraj berib yuborsak, a plus b plus a minus b taqsim a plus b bo'ladi. Blar qisqarib ketdi, ya'ni maxraji, mana bu maxrajini o'zi 2a taqsim a plus b ekan. Buni 1 taqsim qilib yuborsak, ya'ni a plus b tepaga chiqadi. Maxrajda 2a qoladi. Xo'p, bu yoqda a plus b bilan bitta bu qisqardi. 2a bilan bu ham qisqardi. Endi mana buni yozsak bo'ladi. Ildiz osti a minus b ildiz osti a plus b deb. Pastdagi mana bu a plus b ni ildiz osti a plus b ning qas kvadrat desak bo'ladi. Endi mana bu bilan buni bitta darajasi qisqarib ketadi. O'shanda ildiz osti a minus b taqsim ildiz osti a plus b qoladi. Endi qaranglar, bundan buni ayirishga ikkalasi bir xil ifoda. Demak, ayirganda natija 0 ga teng bo'ladi. 6-savol. Malika 12 xonali sonni o'ylab topdi va Aziza bu sonni 9 ga bo'laylik qoldiq 3 ga teng ekanligini aytdi. Keyin Malika bitta raqamni o'chirib tashladi va Azizaga hosil bo'lgan 11 xonali sonni 9 ga bo'laylik qoldiq 8 ga teng ekanligini aytdi. O'chirib tashlangan raqamni toping deyilgan. Xo'p, qaranglar. O'sha 12 xonali sonimiz
9 ga bo'lganda 3 qoldiq qoladi. Ya'ni birinchi o'ylagan soni 9x plus 3 ko'rinishda. Qoldiqli bo'lish ko'rinishda yozib oldim. Endi bundan bitta raqamni o'chiradi. Deylik masalan, A raqamni o'chirdi. 9 ga bo'linish, 9 ga bo'lingan qoldiq qanaqa topamiz? Ustun shaklda bo'lish emas, o'zini ta'rif bo'yicha topamiz. Ya'ni qoldiqli 9 ga bo'linish belgisi bo'yicha topamiz qoldig'ini. Ya'ni raqamlar yig'indisini 9 ga bo'lgandagi qoldiq 3 edi dastlabki 12 xonalida. Chunki qoldiq 3 edi. Endi keyingi holatda bitta raqam o'chirildi. Ya'ni masalan A raqami o'chirilgan bo'lsa, endi uni raqamlari yig'indisini 9 ga bo'lingan qoldiq 8 bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda hozir deylik birinchi holatda raqamlar yig'indisi katta A ga teng bo'lib turgandi. Bu raqamlari yig'indisi dastlabki 12 xonali sonning. Endi keyingi sonning raqamlari yig'indisi nima bo'ladi? Bitta A raqami, kichik A raqami o'chirilgan bo'lsa, demak endi keyingi holatda raqamlar yig'indisi katta A ayrilgan kichik A bo'ladi. Yoki bu harfli ifoda bilan tushuntirish sal qiynalib qoldim. Son bilan tushuntirib beray, xullas bo'lmasam. Qaranglar, deylik, o'sha 9 ga bo'lganda 3 qoldiq chiqadigan son tanlanglar. Ixtiyoriy masalan eng kichigi 12. 12 ni 9 ga bo'lsa 3 qoldiq. Endi savol, bundan qanday sonni ayirsam natija 8 ga teng bo'ladi? X teng 4. Ya'ni 4 son o'chirilgan. Shu 4 son o'chirilgan, shuning uchun o'sha son raqamlari yig'indisini 9 ga bo'lganda keyingi holatda 8 chiqqan. Bu oddiy misol sifatida yozdim. Bular 12 xonali son, bu 11 xonali son emas. Bu yerda shunchaki bu o'sha 12 xonali sonning raqamlari yig'indisi 12 bo'lsin deb oldim. O'sha 12, buni 9 ga bo'lsa 3 qoldiq. Ya'ni mana tepadagi sharti bajariladi. Endi keyingi shartida o'sha mana shu raqamlar yig'indisi 12 bo'lgan sondan bitta raqam, ya'ni x raqami o'chirildi. X raqami o'chirilsa, endi buni raqamlari yig'indisi 12 minus x bo'ladi. Buni 9 ga bo'lganda 8 qoldiq qolishi kerak. Ya'ni 8 tenglashtirib yubordim. X teng 4 chiqdi. Xullas bu test varianti oson usul edi. Bu yerda harf bilan tushuntirish sal qiyin bo'lib qoldi. Futbolchi Husanov chempionatda 3 ta o'yinda ishtirok etdi. 1 2 3. Husanovning ikkinchi o'yin uchun olgan mukofot puli ajoyib o'yin ko'rsatganligi sababli birinchi o'yindagiga qaraganda n% ga ko'p bo'ldi. Ya'ni birinchi safar x so'm oldi desak, keyingi safar n% ko'p bo'ladi. Ya'ni x ko'paytirilgan 1 plus n taqsim 100 bo'ladi. O'sha n% qo'shildi. Uchinchi o'yinda esa Husanov yaxshi o'yin ko'rsata olmadi va uning bu o'yin uchun mukofoti ikkinchi o'yindagiga qaraganda n% ga kam bo'ldi. Endi bu yerda mana buni n% kamaytiramiz. O'zi 1 plus n taqsim 100 edi. Endi buni n% kamaytirsak 1 minus n taqsim 100 bo'ladi. Agar 3-o'yindagi mukofot puli 1-o'yindagi mukofotning 64% ni tashkil qilsa, n toping. Demak, mana bu teng 1-o'yindagi mukofot puli x ning 64% ni, ya'ni 64 taqsim 100 ga teng ekan. Bu yerda x lar qisqarib ketadi. Mana bu ichkari ko'rinib turibdi. A kvadrat minus b kvadratga tushadi. 1 minus n kvadrat taqsim yoki 1 minus n taqsim 100 ning qavs kvadrat teng 64 taqsim 100. Xo'p, bundan kelib chiqadi n taqsim 100 ning qavs kvadrat teng ekan 36 taqsim 100 ga. Ikkala tarafdan ham ildiz olib yuborsak, n taqsim 100 teng bo'ladi 6 taqsim 10 ga. Bu yerda n teng chiqadi 60%. 8-savol. Samolyot A shahridan B shahriga qarab soatiga 180 km tezlikda yo'lga chiqdi. A shahridan B shahriga tezligi 180. Bir muncha vaqt o'tgach, tezligi 60 km bo'lgan shamol xuddi shu yo'nalishda esa boshladi. Samolyot jami 4 soatlik parvoz natijasida 810 km yo'l bosib o'tdi. Samolyot shamolsiz necha soat uchgan? Xo'p, mana bu yerda nechadir soat deylik.
x soat samolyot shamolsiz uchdi. Ya'ni o'sha 2 soatda qancha yo'l bosib o'tadi? Tezligi 180, vaqt x. Ya'ni tezligini vaqt ko'paytirsak, bosib o'tgan yo'l kelib chiqadi. Plus endi 2 soat bu yerga ketgan bo'lsa, jami 4 soat parvoz degan-ku. O'shaning uchun bu yoqda endi qancha vaqt qoladi? 4 minus 2 soat vaqt qoladi. 4 minus 2 soat vaqt qoladi va bu yerda tezligi qancha bo'ladi? Shartiga qarasak, birmuncha vaqt o'tgach tezligi 60 km bo'lgan shamol xuddi shu yo'nalishda, ya'ni teskari emas, xuddi o'sha samolyot yo'nalishida esa boshlagan. Ya'ni bu yerda samolyot yo'nalishida bir xil ekanligi uchun shamol tezligi oshadi. Endi tezliklarni qo'shamiz. Qo'shsak 240. Va mana bu umumiy bosib o'tgan yo'li 810 ga teng ekan. Bu yoqda hammasidan nollarni o'chirib yuboramiz. 18x qo'shilgan 96 minus 24x teng 81. 15 teng 6x, x teng 15 taqsim 6. 5 taqsim 3 yoq satiramiz, 5 taqsim 2. Ya'ni 2,5 soat. 9-savol. Cheksiz sonli ketma-ketlikda mana shu barcha hadlari bir-biriga teng emas. Xo'p. Barcha n2 dan katta hadlar uchun xullas mana shu tenglik o'rinli. Bunga ko'ra buni nisbat topishimiz kerak. Xo'p, bu yerda proporsiya qilib borsak, x n teng xn minus 1 xn plus 1. Buni bu tarafga olib o'tsak 2xn teng bo'ladi xn minus 1 qo'shilgan xn plus 1 ga. Bu nimani beradi? Ya'ni ketma-ketga hadlarni yozsam xn minus 1 xn plus 1. Bu yerda qaranglar, nima hosil bo'ldi bu yerda? Chekkadagi yig'indisi o'rtadagini ikkilanganiga teng bo'lib qoldi. Ya'ni bu qaysi xossa edi? Bu arifmetik progressiya xossasi edi. Mana bu xossa, mana bu tenglik o'sha xossani bajarganligi uchun, demak bu ketma-ketlik arifmetik progressiya ekanligini bildiradi. Xo'p, arifmetik progressiya holatda mana bu surat nimaga teng bo'ladi? Ya'ni bizda mana bu tenglik bor edi. xm ayrilgan xn teng m minus n kara d ga arifmetik progressiya uchun. Demak, o'shani qo'llasak, tepasiga qarasak 1006d bo'ladi. Maxraj 503d bo'ladi. Va bu nisbat 2 ga teng. 10-savol. Ixtiyoriy A va B sonlari uchun mana shu tenglik o'rinli bo'lsa, x plus y yig'indining ichiga teng. Qaranglar, ixtiyoriy A va B sonlari uchun. Demak, biz A bilan B ga bog'lab yozib olamiz. Mana bu yerdan A ni chiqarib olsak, 2x minus y plus 5 ko'paytirilgan A qo'shilgan. Bu yoqda B ni chiqarib olsak, x minus 3y ayrilgan 10 ko'paytirilgan B teng 0. Bu tenglik ixtiyoriy A va B sonlar uchun o'rinli bo'lishi uchun A va B ning oldi, ya'ni koeffitsientlari 0 bo'lishi kerak. Agar masala shartida ixtiyoriy x va y lar uchun bu tenglik doimo to'g'ri desa edi, x bilan y larning oldidagi koeffitsientlarni 0 ga tenglashtirar edik. Bizda hozir A bilan B deb aytgan, o'shaning uchun A bilan B ning oldidagi koeffitsientlarini 0 ga tenglashtiramiz. Xo'p, buni 0 ga tenglashtirib yuborsak, y minus 2x teng bo'ladi 5 ga. Buni tenglashtirsak, x minus 3y teng bo'ladi 10 ga. Bizdan x plus y so'raldi. Xo'p. Past 2 ga ko'paytirib yuborsak, 2x minus 6y teng 20 ga. Mana bu ikkalasini qo'shib yuborsak, minus 5y teng 25, y teng minus 5. Olib kelib qo'ysak, minus 5 minus 2x teng 5, 2x teng minus 10, x ham minus 5 ga teng chiqar ekan. Demak, x plus y yig'indi, ikkalasining yig'indisi minus 10 ga teng. Savol. Tenglamani yeching deyilgan.
Xo'p, bu yerga e'tibor qilsak, mana bu minusni agar plyus qilsam, mana pastini o'rniga x minus 1 yozsak bo'ladi. Ikkalasini mahraji bir xil bo'ldi. X minus 1 suratlarini, demak, o'rta qo'shib qo'yamiz suratlarni. Suratlarni qo'shsak 4x minus 2 bo'ladi. Teng 4x taqsim x minus 2. Bu yerda suratlarni 2 ga qisqartirib yuborsak, bu 2x, bu yer 1 va mana bu yer 2x bo'ladi. Ana endi proporsiya qilib yuboramiz. 2x kvadrat minus 4x minus x plus 2. 2x kvadrat minus 2x. Bu bilan bu qisqarib ketdi. Mana bu x'larni hammasini o'ng tomonga olib o'tsak, 2 teng bu 5x bo'lsa, bu yoqqa o'tsa 3x bo'ladi. X teng 2 taqsim 3. Keyingi savol. Tenglamalar sistemasi berilgan. Xo'p, x, y sonlarining yig'indisi kerak ekan. Pastdagiga qaraymiz. X kvadrat minus 6x minus y plus 13 teng x minus 4 ning qavs kvadratiga. X kvadrat minus 8x plus 16 ga. Bular qisqarib ketdi. Buni chap tomonga, buni o'ng tomonga olib o'tamiz. 2x minus y teng bo'ladi 3 ga. Endi tepagi qatori ham 4y kvadrat minus x kvadrat plus 16y plus 6x qo'shilgan 8 teng mana buning ikkinchi darajasi, ya'ni shuni kvadratiga. 2y plus 3 ning qavs kvadrat. 4y kvadrat qo'shilgan 12y qo'shilgan 9. Bu yoqda bu bilan bu qisqarib ketdi. 9 ni bu tarafga olib o'tdik. Buni chap tomonga olib o'tamiz. Yo'q, to'xtanglar. Mana bu uchalasini o'ng tomonga, buni chap tomonga olib o'tamiz. 4y teng x kvadrat minus 6x qo'shilgan 1. Xo'p, bu yerdan y topib olsak, 2x minus 3 olib kelib o'rniga qo'yamiz. 4y deganimiz 8x minus 12 teng x kvadrat minus 6x qo'shilgan 1. X kvadrat minus 14x qo'shilgan 13 teng 0. Bunda x minus 1 x minus 13 ko'paytuvchi ajraladi. X teng 1, x teng 13. Bizda aniqlash soha bor. Mana x minus 4 0 dan katta bo'lishi kerak. Xo'p, o'shaning shartiga mana 1 tushmaydi. Demak, biz x teng 13 ni olamiz. X teng 13 bo'lsa, y teng 26 minus 3. 23 bo'ladi. Savolda x, y'lar yig'indisi so'raldi. Ya'ni x bizda 13, y 23. Qo'shsak jami yig'indi 36 bo'ladi. Keyingi savol. Tenglama mana shu oralikda nechta ildizga ega? Ildiz ostida 25 sinus x qo'shilgan 24 teng buni o'ng tomonga olib o'tamiz. Minus 2 ildizda 3 kosinus x. Endi har ikkala tarafini kvadrat ko'tarib yuborsak, aniqlash sohaga oxirida qarayman. Kvadrat ko'tarib yuborsak 25 sinus x qo'shilgan 24 teng. Bu yoqda buni kvadrat 12 va keyin kosinus kvadrat. O'sha kosinus kvadrat o'rniga 1 minus sinus kvadrat x yozamiz. Teng 12 minus 12 sinus kvadrat x. Hammasini chap tomonga olib o'taman. 12 sinus kvadrat x qo'shilgan 25 sinus x qo'shilgan 12 teng 0. Xo'p, bu yerda 25 ni kvadrati ayiramiz. 24 ni kvadrat diskriminant. Demak, sinus x teng
minus 25 plus minusda diskriminant 7 ni kvadrati bo'lar ekan. 7 chiqadi. Xullas diskriminantdan ildiz. Mahraj 24. Bu yerda ayirganimiz, qaranglar, ayirsak minus 1 dan, ya'ni modul jihatdan 1 dan katta bo'ladi sinus x qiymati noto'g'ri. Demak, qo'shamiz, qo'shganini olamiz. Tepa 18 taqsim 24. 6 ga qisqartiramiz. 6 ga qisqartirsak 3 taqsim 4 bo'ladi. Xo'p, endi birlik aylanada sinus 4 dan 3 ga teng bo'ladigan nuqtalar birinchi chorakda va ikkinchi chorakda. Endi bizda aniqlash soha bor. Mana bu ildizdan chiqqan ifoda musbat bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu ifoda musbat bo'lishi kerak. Bu ifoda musbat bo'lishi uchun kosinus manfiy bo'lishi kerak. Kosinus manfiy qism mana bu taraf. Demakki, bu yechim olinmaydi. Demak, faqat bitta yechim qoladi. Xo'p, bu yerdagi mana sinus x teng 4 dan shuni olib kelib qo'ysak, ildiz ichkarisi ham musbat. Ya'ni aniqlash sohaga to'g'ri keladi. Mana bu yerdagi yechimimiz. Demak, bitta shu yerda yechim bor. Uni bizga burchagi ham kerak emas. Xo'p, 0 va 5 pi oralig'ida nechta ildizga ega? 0 dan boshlab bittalantiramiz. Ya'ni 2 pi ga keldik. Bitta ildiz bor. Yana bittalantiramiz. 4 pi ga keldik. 4 pi ga keldik. Yana bitta ildiz bor. Keyin 5 pi gacha degan, yana bitta pi yuramiz. Yana bir marta o'tar ekan. Jami 3 ta bo'lib qoldi yoki xato qildimmi? Mana bu yerda xato qilgan ekanman. Bu minus 18 bo'ladi. Minus 4 dan 3 bo'ladi. Sinus minus 4 dan 3 ga teng bo'ladigan nuqtalar bu 3 va 4 chorakda bizga keyin kosinus manfiy bo'lgan qism, ya'ni mana bu tarafdan olish kerak edi. Demak, bu yechim olinmaydi. Ana endi sanaylik. Xato qilgan ekanman. 0 2 pi gacha bitta yechim bor. Yana bittalantirsak 2 pi dan 4 pi gacha keladi. Yana bitta yechim bor, chunki bu yechim ustidan o'tdi. Endi 4 pi ga keldik. Pi yurgizamiz, bu yoqda yechim yo'q. Ya'ni o'sha ikkita yechimning o'zi qolar ekan. Keyingi savol. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik 3 ta butun sonlarining yig'indisini hisoblang. Bu yerda 3 darajalarini to'g'rilab yozib olsak hal bo'ladi. Xo'p, mana bu qavsning ichkarisi 3 darajasi minus 3 taqsim 2 ning x minus 1 darajasi. Darajalar ko'paytiriladi, xullas, darajalarni ko'paytirib yozaveraman. Ko'paytirilgan x minus 1. Xo'p, buni darajasi nima? 3 darajasi nima buni? Darajasini qo'shib yozaveraman shuni yoniga, ya'ni qayta yozmaylik. Bu 3 darajasi x minus 2 taqsim 3 ga teng. Shuni darajasiga qo'shib yozaveramiz. Yo'q, to'g'ri 9 bor-ku. 3 ning ikkinchi darajasi bu. Ya'ni 2 ham bor yonida. 3 dan 2 x minus 2. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Kichik bu yog'imiz 3 darajasi, buni darajasi x plus 1 taqsim 2. Pastdan minus qilib yozib qo'yamiz. Minus x plus 3. Xo'p, ana endi to'g'ri bo'ldi. 3 asoslar tashlay boramiz. Bu yoqda har ikkalasida ham 3 dan 2 bor ekan. 3 dan 2 ni chiqarib olsak, x minus 2 minus x plus 1 kichik x plus 1 taqsim 2 ayrilgan x yoki mahraj berib yuboraylik bu yoqqa ham. Mahraj 2 x plus 1 minus 2x plus 6. 7 minus x taqsim 2. Bu yoqda x lar qisqarib ketdi, minus 1 qolar ekan. Ya'ni minus 2 taqsim 3 kichik 7 minus x taqsim 2 dan. Mahrajlarni proporsiya qilib yuboramiz. Minus 4 kichik 21 minus 3x dan, 3x kichik 25 dan, x kichik 25 taqsim 3 dan. Qanoatlantiruvchi eng kichik 3 ta butun son. Yana biror joyni xato qildim. Ha, mana bu yerda. Har ikkalasini ham 3 dan 2 deb olibman. Uzr so'rayman, xato qilib yuboribman. Xo'p, birinchi bunisini yozib olay. 2x minus
4 taqsim 3. Bunisi mahraj 2. Minusni oldida qoldiraman. 3x minus 3. Kichik. Bu yoqni x plus 1 taqsim 2 minus x plus 3. Mahraj 6. 6 bersak bunga 2, bunga 3, bunga 3, bunga 6. Mahrajlar tashlab yuboramiz. 4x minus 8 minus 9x plus 9 kichik 3x plus 3 minus 6x plus 18. Chap tomon 1 minus 5x kichik. Bu yog'imiz 21 minus 3x. Minus 20 kichik. Minus 20 kichik 2x dan x katta minus 10 dan. Bu oraliqdagi eng kichik 3 ta butun sonning yig'indisi. Demak, minus 11, minus 12 va minus 13. Yana xato qildimmi? Va yana teskarisi xato qilib yuboribman. Bu yerda minus 10 dan katta butun sonlarimiz, uzr, men bu yoqqa teskarisini olib boribman. Minus 10 dan katta butun sonlarimiz minus 9, minus 8 va minus 7. Bu minus 24 ga teng. Uzr, ko'p xato qilib yubordim shu savolda. Keyingi savol 167 ga karrali mana shu shakldagi nechta 5 xonali son bor? Xo'p, demak, bunga karrali bo'lish kerak va ko'rinishi mana shu ko'rinishda bo'lish kerak. Xo'p. Mana bu 5 xonali sonni yozsak bo'ladi. AB ko'paytirilgan 1000 qo'shilgan 160 qo'shilgan C deb. Endi mana 1000 ni 167 ga bo'lganda qoldiq necha bo'ladi? 1000 ni bo'lamiz 167 ga. 599 hop. Ayralik. Ayramiz 5 kara. Buni qaranglar 165 chiqdi. Demak, 6 karani ayirsam minus 2 bo'ldi. Ya'ni minus 2 deb yozsak bo'ladi. Demak, mana buni 167 ga bo'lsak, AB 2 xonali son ko'paytirilgan minus 2 qo'shilgan 160 qo'shilgan C. Xo'p, bu yerda mana 160 ning o'rniga biz minus 7 yozsak ham bo'ladi. Ana endi nima bo'lib qoldi? Minus 2 AB qo'shilgan C minus 7. Mana bu sonni 167 ga bo'lsak 0 qoldiq chiqishi kerak. Bu yerda manfiy olganim shu qoldiqli bo'lishda qo'llaniladi. Bu manfiy, ya'ni minus 2 deb olganim bu qoldiq minus 2 degani emas, lekin minus 2 ni qo'llab ishlasa bo'ladi. Kimdirlar bilmasa chat guruhdan bu yerda yozib so'rab ko'ringlar. Bu qiyin narsa emas, minus 2 qo'yganlarim. Xo'p, demak, mana shu ko'rinishga keldi. Bu son 167 ga bo'linish kerak. Endi qaranglar. Mana bu AB 2 xonali son. 0 dan 0 emas, 10 dan 99 gacha oraliqda. Endi buni 2 ga ko'paytirsak, minus 2 ga ko'paytirsak, minus 99 dan yo'q, minus 198 dan minus 20 gacha bo'ladi. Mana bu sonni oralar qanaqa bo'ladi? C bu yerda raqam 0 dan boshlanadi, ya'ni 0 dan 9 gacha, C 0 dan 9 gacha. Bunda 7 ni ayirsak, minus 7 dan 2 gacha bo'ladi. Ikkalasini qo'shsak, minus 205 dan minus 18 gacha. Endi qaranglar, mana shu sonimiz mana shu oraliqdagi qiymatni qabul qiladi. Endi savol, bu oraliqdan qaysi sonlarni 167 ga bo'lsak qoldiq 0 chiqadi, ya'ni qoldiqsiz bo'linadi. Bu oraliqda faqatgina 167 ni o'zi bor, endi minusda olamiz. O'sha bor. Faqatgina o'shani 167 ga bo'lsak qoldiq 0 chiqadi. Boshqa hech qanday son yo'q. Demak, mana buni qiymati 167 ga teng bo'lishi kerak. Minusda yozamiz bu yoqdan. Minus yoki plyus qilib yozaylik. Ishorlarni teskarisiga almashtiramizda
2 ko'paytirilgan AB qo'shilgan C minus 7, yo'q, endi bu yoqda minusda yozsak, minus C plus 7 teng 167. Bunga tenglashtirdim va keyin minus ko'paytirib yozdim. To'g'ri. 2AB ayrilgan C teng 160. Bu yerda AB ikki xonali son. Natija 160 chiqishi kerak. Qaranglar, bu C oddiygina raqam. Mana bu yerda hozir AB ikki xonali son. Mana bunday qilaylik. Shu ikki xonali son topib olsak, AB teng 160 qo'shilgan C taqsim 2. Bu qaysi oroqdagi son bo'ladi? Ya'ni buni ham xo'p xatma-xat bo'ladigan bo'lsak, 80 plus C taqsim 2 chiqadi mana. AB ikki xonali son shunga teng. Bu yerda mana bu natural son bo'lishi kerak yoki 0 ham bo'lishi mumkin. Demak, holatlar ko'rib chiqamiz. Holatlar qanaqa? C teng 0 bo'lganda AB nima chiqadi? AB 80 chiqadi. C teng 2 bo'lganda AB 81 chiqadi. C teng 4 bo'lganda AB 82 bo'ladi. C teng 6 bo'lganda AB ikki xonali son bo'ladi. 83. C teng 8 da 84. Jami 5 ta bo'ldi. Bundan boshqa C yo'q, chunki mana bu yig'indi natural son bo'lishi uchun C juft son bo'lishi kerak. O'sha juft raqamlarimiz 5 ta. Demak, o'sha 5 tani o'zini olib qo'yamiz. 16-savol. Aslbekning imtihondan o'tish ehtimolligi 5 dan 3, Oyshaning esa xuddi shu imtihondan o'ta olmaslik ehtimolligi 8 dan 3 ga teng. Ular bir-biridan mustaqil ravishda imtihon topshirsa, Oysha va Aslbekdan kamida birining imtihondan o'tish ehtimoli qancha? Demak, umumiy ehtimollikdan shu ikkalasini ham imtihondan o'ta olmaslik ehtimolligini ayirib yuborsak, kamida birining imtihondan o'tish ehtimolligi kelib chiqadi. Demak, birdan ayiramiz, ikkalasi ham imtihondan o'ta olmasligi kerak. Aslbekni o'ta olmaslik ehtimolligi o'tishi 5 dan 3 bo'lsa, o'ta olmasligi 5 dan 2 bo'ladi. Oyshaning imtihondan o'ta olmaslik ehtimolligini o'zi bergan, ya'ni 8 dan 3 ni o'zini ayiramiz. Demak, bu yoqda bu bilan qisqarib 4 qoldi. 1 minus 20 dan 3 javob 17 taqsim 20. 17. Mana shu ifoda yo'lmasida nechta ratsional xat mavjud? Xo'p, bu yerda ratsional degani uchun ildizlarni yo'qotishimiz kerak. Mana bu yerda ko'p ildiz yo'qolish uchun, demak, buni darajalari 3 ga karali bo'lishi kerak. Ya'ni 0 ni olishimiz mumkin. 0. Agar bunga 0 olsak, ya'ni hozir qaranglar. Mana buni darajasi A, buni darajasini B deb olsak, bu yo'g'i B larni, bu yo'g'i A larni yozamiz. Agar A ga 0 olishimiz mumkin, ya'ni 3 ga karali yozib ketaveramiz. 3, 6, hokazo oxirida 300 bo'ladi. Endi qaysi birlarida B ham natural son chiqsa, o'shani olamiz. A 0 bo'lganda B yo natural son chiqsa emas, o'sha natural sonni olib kelib qo'ysak, mana bu natural son chiqsa, ya'ni ildiz yo'qolsa, bu yerda B juft son bo'lishi kerak-da. O'shanga qarashimiz kerak. Yoki boshqacharoq yo'l bilan yozsam. Xo'p, mayli. A 0 bo'lganda B 300 bo'ladi. To'g'ri keladi. Ikkalasi ham, ikkita ildizi ham yo'qoladi. A 3 bo'lganda B 297 bo'ladi. Noto'g'ri, chunki bu toq son va mana bu ildiz ikkining toq darajasi bu ildizni qoldiradi, ya'ni bu noto'g'ri. A 6 bo'lganda bunga 294 qoladi, ya'ni bu to'g'ri keladi. Ya'ni xullas e'tibor qiladigan bo'lsak, bu yerda A juft raqam bo'lishi kerak, ya'ni 3 ga bo'linadigan juft raqamlarni olishimiz kerak. O'zi bu yerda jami nechta bor? Ya'ni jami nechta son bor hozir bu yerda? 100 bitta son bor. Hozir shu yerda A ga to'g'ri keladigan 100 bitta son bor. Ya'ni o'sha 0 dan boshlab 300 gacha. 3 dan 300 gacha 100 ta bor. 0 ni o'zini ham qo'shsak 100 bitta bo'ladi. Endi bular ichidan biz toqlarni chiqarib borishimiz kerak. Toqlarni.
yoki bo'lmasa mana juftlarni yozib bo'lay. 0, 6, keyin 12 va hokazo 300. Xullas 6 ga karralarni sanash kerak ekan, bo'ldi. 6 ga karralarni sanash kerak. Bu 6 ning 0-darajasi yoki 6 kara 0, keyingisi 6 kara 1, keyingisi 6 kara 2 va hokazo oxirgisi 6 kara 50. Qaranglar, mana 0 dan boshlab 50 gacha nechta butun son bor? 50 bitta bor. Ya'ni 50 bitta ratsional hadi mavjud. 18. Shu funksiyaning x teng 2 nuqtadagi xoslasining qiymatini toping deyilgan. Bu yerda e'tibor qilamiz, ma'rifat x ni biz yozishimiz mumkin. Surat mahrajini x - 1 ga ko'paytirib bo'lsak, nima bo'ladi? Mahraj x - 1 va surati formulaga tushadi. X ning 25-darajasi ayrilgan 1 bo'ladi. Bundan hosil olamiz. f' x teng mahrajning kvadrati suratdan hosili mahraj ayrilgan suratni o'zi mahrajdan hosila 1 yozish shart emas. Endi bu yerda 2 ni qo'yib yuboramiz. 2 ni qo'ysak mahraj 1 ekan, mahraj qisqarib ketdi. 25, 2 ning 24-si ko'paytirilgan, bu yerda 2 ni ayrilgan, 2 ning 25-si qo'shilgan 1. Mana bu har ikkalasidan 2 ni chiqarib olsak, 2 darajasi 24 ni chiqarib olsak, bu yoqda 25, bu yoqda 2 qoladi, ya'ni 23 bo'ladi. Qo'shilgan 1. 19-savol. Mana shu funksiyaning 1 va 6 oraliqdagi eng katta va eng kichik qiymatlari ayirmasini toping deyilgan. Xo'p, bu yerda e'tibor qilamiz. Mana bu bizda Cauchy tengsizligi bor edi. A plus B katta X teng 2 ildiz tabidan faqat musbat sonlar uchun. Endi bizda hozir bu yerda x 1 va 6, ya'ni musbat oraliq. Demakki, biz bu uchun Cauchy tengsizligini qo'llasak bo'ladi. Buni qo'llasak eng kichik qiymati kelib chiqadi. Bu kesmadagini topishga bu bilan sal ikkita qiymat so'ragan ekanda. Hosila olib ishlayveraychi. Hosil olamiz. Birinchi bo'lib mahraj berib olaylik. Mahraj bermasdan turib hosil olsak, birinchisi 1/8, ikkinchisidan hosila minus 2/x kvadrat teng 0. Bunga x kvadrat, bunga 8 beramiz. X kvadrat minus 16 taqsim 8x kvadrat teng x minus 4 x plus 4 taqsim 8x kvadrat. Xo'p. Bu yerda 0 ga tenglashtirib yuborsak, x teng 4, x teng minus 4 kelib chiqadi. Bizda hozir 1 va 6 oraliqda kelgani uchun biz faqat x teng 4 ni olamiz. Demak, x teng 4 va chegaradagi qiymatlarni ham qo'yib ko'ramiz. X teng 1 va x teng 6 dagi qiymatlarni qo'yamizda, orasidan eng kichigini olamiz va eng kattasini olamiz. 4 ni qo'ysak 4/8 qo'shilgan 2/4. 1/2, 1/2, 1 chiqadi. Ikkinchisi, endi 1 ni qo'ysak 1/8 qo'shilgan 1 ni qo'ysak 1/8 qo'shilgan 2. 2/8 dan 1 yoki 2/1000 dan 125. 6 ni qo'ysak 6/8 2/6. 4 dan 3 qo'shilgan 4 dan 3 qo'shilgan 3 dan 1. Bunga 3, bunga 4. 12 dan 9 plus 4 13. Qaraydigan bo'lsak, eng kichigi 1 va eng kattasi bu ekan. Bizda bularning ayirmasi so'raldi. 2/1000 dan 125 dan 1 ni ayiramiz. 1/1000 dan 125 bo'ladi. 20-savol. Aniq integralni hisoblang deyilgan. Teng mana bu ko'paytmadan
Yig'inni o'tkazib olamiz. 1 taqsim 2. Hop, 1 taqsim 2 sinus burchaklarni qo'shamiz. Ayrilgan sinus burchaklarni ayiramiz. Bundan buni ayiramiz, minus x bo'ladi. Bu yerga minus x yozishim kerak. Bu sinus tog' funksiyasi minus oldiga chiqarib yuboradi. dx. Yo'q, o'rta o'zi plus edi, aytgancha. Bu minus x minus oldiga chiqarib yuboradi. Mana bu yer minus bo'ladi. Uzr. Ana endi to'g'ri bo'ldi. Bu o'rta kosinuslarda manfiy edi. Xo'p. Endi teng boshlang'ich olamiz. 1 taqsim 2 sinus 5x dan boshlang'ich minus kosinus 5x taqsim 5. Minus sinus x dan boshlang'ich shunchaki kosinus x. 0 pi. 1 taqsim 2 minus kosinus 5 pi da bu yerga keladi va bu yerda 1 ga teng. Minus 1 taqsim 5 qo'shilgan kosinus pi da bu yoqqa keladi. Yo'q. 5 pi deganimiz bu yoqqa keladi. 5 pi da bu yoqqa keladi va kosinus 5 pi da minus 1 ga teng. Bu 1 taqsim 5 bo'ladi. Bu ham minus 1 qo'ysak, bu yoq minus 1 bo'ladi. Endi ayiramiz. 0 ni qo'yib ayiramiz. 0 ni qo'ysak kosinus 0 da 1. Narigi taraf ham 1. Teng bu yoq 0 bo'lar ekan. Bu ichkarini hisoblaymiz. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan minus 5 dan 4. Bugun ko'p xato qilib yubordim o'zi ham. Xo'p, mana bu yerda kosinus pi da kosinus 5 pi da bu burchakni bildiradi. Bu yerda minus 1 ga teng. Minus 1 qo'ysak 1 taqsim 5. Bu kosinus pi minus 1 ga teng. Minus 1 qo'ydik. Keyingisi 1 taqsim 2. Endi 0 qo'ysak kosinus 0 da 1, ya'ni bu yer shundoq ham minus 1 taqsim 5 bo'ladi. Keyin bu yoq kosinus 0 qo'ysak bu 1 bo'ladi. Plus 1 teng 1 taqsim 2 ko'paytirilgan bu yog'imiz minus 5 dan 4. Minus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan bu yog'imiz 4 taqsim 5. Har ikkalasida ham minus bor. Minus oldiga chiqarib yuborsak, xullas minus 5 dan 4 chiqadi. Shunday bo'ladi, to'g'ri. Demak, B kalitda 21-savol. Quyida markazi koordinata boshida bo'lgan aylana va 4 ta uchi aylana atrofida joylashgan ABCD kvadrat ko'rsatilgan. Quyidagilardan qaysi biri bo'lgan soha yuzini ifodalaydi? Xo'p, demak, nima qilish kerak bu bo'lgan soha yuzini topmoqchi bo'lsak? Yoki bu yerda boshqacha yozing, ya'ni kalitga qarab topishimiz kerak. Bu minus 2 2 16 minus x kvadrat. Bu qayerni beradi? Bular endi ma'lum nuqtalar minus 2 2 nima deyilgandi? Atrofda joylashtirilgan kvadrat ko'rsatilgan. Quyidagilardan qaysi bir bo'lgan soha yuzini ifodalaydi? Yo'q, bu chekkalari 4 dan turibdi. Bu yog'i minus 4. Bu yog'i ham minus 4. Xo'p, demak, aylananing radiusi yoki doiraning radiusi 4. Mana bu diagonal o'shanda 8 bo'ladi va kvadrat tomoni demak 4 ildizli 2 ekan. Kvadrat tomoni 4 ildizli 2. Mana bu masofa 4 ildizli 2 bo'lishi kerak. Bu yerda koordinatalar boshida teng 2 ga bo'linadi, ya'ni bu nuqtamiz minus 2 ildizda 2, bu nuqtamiz 2 ildizda 2. Hozir bizda mana bu A'dagi minus 2 yu 2 oralig'ida, ya'ni mana bu oralig'dagi aylananing hosil qilgan soha yuzasi mana buni, mana bu soha yuzani 4 ga ko'paytirgan. Bu noto'g'ri. Ikkinchisi minus 2 2 oralig'i, ya'ni mana shu, ya'ni mana bu yer minus 2 2 bo'lsa, mana shu oralig'dagi
Xo'p, tepa mana buni grafiki mana bu yer bo'ladi. O'shandan pasti mana bu yerni bu yerdan 2 yildizli 2 ni ayirgan. Mana bu chizig'imiz 2 yildizli 2 buni ayirgan. Ya'ni bu mana bu soha yuzasini beradi. Mana buni 4 ko'paytirib qo'ygan. Bu noto'g'ri. Ikkinchi B kalitdagi integralimiz mana shu soha yuzasini 4 ga ko'paytirib qo'ygan. Bu noto'g'ri. C. Endi bu 2 ni ayirib qo'ygan. Ya'ni endi bu mana bu soha yuzasi bo'ladi va bu ham noto'g'ri. Buni 4 ga ko'paytirish ham noto'g'ri. Chunki boshqa sohani berib turibdi. D kalit qaranglar. Mana bu 16 ildiz osti 16 - x kvadrat bu mana bu soha yuzasini beradi. Mana bu yerni beradi. Xo'p, bundan ayrilgan 2 yildizli 2 ni, ya'ni mana bu chiziqni ayirgan. Ya'ni bu degani mana bu soha yuzasini beradi. Agar chegarani to'g'ri yozgan bo'lsa, -2 yildizli 2 dan 2 yildizli 2 gacha desa, mana shu soha yuzasini beradi hozir. Va o'shanda deganman. Demak, bu integral hozir mana bu soha yuzasini beradi va buni 4 ko'paytirib qo'ygan. Chunki to'g'ri, chunki mana shu soha yuzasidan 4 ta bor-da bu yerda. 1, 2, 3, 4 ta bor. Demak, D kalit to'g'ri yozilgan. 22. Romb diagonallari va tomoni orasida shu tenglik o'rinli. Romb bo'lganda mana bu yer 4 bo'lishi kerak. Bu noto'g'ri. Ko'pburchakning diagonallar sonini topish formulasi. Xo'p, bu yerda noto'g'ri n kara n minus 3 taqsim 2 edi. Uchinchisi, muntazam ko'pburchakka ichkisilgan aylana radiusini shu formula orqali muntazam ko'pburchakka ichkisilgan aylana radiusini topish formulasi shu ekan. Xo'p, tekshirib ko'ramiz. Muntazam ko'pburchak bitta tomoni. Bu uni markazi. Tutashtiramiz. Shularni tutashtirsak, bular tashqi qisilgan aylana radiuslari bo'ladi. Balandlik tushirsak, muntazam ko'pburchakda bu ichki qisilgan aylana radiusi bo'ladi. Tomoni A deganda bu yer A taqsim 2 bo'ladi. Xo'p, bunda Pifagor qo'llasak, A kvadrat taqsim 4 qo'shilgan kichik yerning kvadrati teng katta yer kvadrat. A kvadrat qo'shilgan 4 kichik yerning kvadrati teng 4 katta yer kvadrat. Bundan kichik yer kvadrat topib olsak, 4r kvadrat minus A kvadrat bo'ladi. Taqsim 4 ham bor. Yoki taqsim 4 ni oldiga qo'ysak, ildiz oladigan bo'lsak, kichik yer teng 1 taqsim 2 ildiz ostida 4r kvadrat ayrilgan A kvadrat formula kelib chiqadi va bu yerda ham xuddi o'sha formula yozilgan. Demak, uchinchisi to'g'ri bo'ladi. Noto'g'ri, noto'g'ri, to'g'ri. 23-savol. Muntazam 8 burchak berilgan ekan. BD va CF diagonallari K nuqtada kesishadi. Bunga ko'ra shu X burchakni topishimiz kerak. 18 burchak. Xo'p, 18 burchak bitta tomoni markaziy burchak qancha bo'ladi? Ya'ni shu markaz deb olsak, ya'ni har qanday muntazam ko'p burchakka tashqi aylana chizish mumkin. Tashqi aylana chizilganda mana bu tomonlari o'sha aylanani teng burchaklarga bo'lib chiqadi. Xo'p, ya'ni 360 ni teng 18 ga bo'lamiz. Bu 20 chiqadi. Ya'ni mana bu markaziy burchak 20 gradus tashqi aylana chizadigan bo'lsak, markaziy burchak 20 gradus. Demakki, har bitta tomoni qarshisidagi aylanaga yopishgan burchagi bu markaziy burchak yarmi, ya'ni 10 gradus bo'ladi. Har bitta tomoni ushlab turgan aylanadagi burchak markaziy burchak yarmi 10 gradusdan bo'ladi. Xo'p, bizda mana bu 10 gradus. Chunki bitta tomon ushlab turibdi. Xo'p, endi biz buni topishimiz kerak. Mana bu necha gradus? Yokida bu necha gradus? Bu ikkita tomon ushlab turgan bo'lsa, bu 20 gradus bo'ladi. Bu necha gradus? Bu bitta tomon ushlab turibdi. Bitta 10 gradus. Demak, x mana bu uchburchakka tashqi burchak hisoblanadi. Demak, tashqi burchak bu ikkalasi yig'indisi javob 30 gradus. 24. ABSda teng yonli trapetsiyaning
teng yo'li trapetsiya. Yuzasi shunga teng, trapetsiya kichik asosi va yon tomonlari katta asosining yarmiga teng bo'lsa, trapetsiyaning kichik asosi va yon tomonlari katta asosining yarmiga teng. Demak, kichik asos yon tomonlarini A deb olsak, katta asosi 2A ga teng ekan. Tepadan bitta banaltik tushiramiz. Bu yer asoslari ayirmasini yarmi A taqsim 2. Demak, e'tibor qilsak, gipotenuza A, katet A taqsim 2. Demak, bu 30 gradus. 60 gradus. Balandlik A ildizda 3 taqsim 2. Trapetsiyaning yuzasi asoslar yig'indisining yarmi kara balandlik teng 27 ildiz osti 3. Bu yoqda A kvadrat teng 4 kara 9 bo'lar ekan. A teng 6 chiqadi. A teng 6 bo'lsa olib kelib o'rniga qo'ysak, balandligimiz 3 ildiz osti 3 ga teng bo'ladi. 25. ABC uchburchakning bissektrisalari Y nuqtada kesishadi. AB 8, AC 10, BC 12. Va biz topishimiz kerak BYC uchburchak yuzasini. Masala shartida bu Y nuqta bissektrisalar kesishgan nuqta deyildi va uchburchakda bissektrisalar kesishgan nuqta bu ichki chizilgan aylana markazi bo'ladi. Bundan o'sha tomonlarcha bo'lgan masofalar hammasi ichki chizilgan aylana radiusiga teng. Demak, bizda hozir buni yuzasi so'ralgan bo'lsa, bizga ichki chizilgan aylana radiusi kerak. Xo'p. Bizga buni topish uchun uchburchak yuzasi kerak. Yarim perimetr. Xo'p, yarim perimetr nimaga teng? Tomonlarni qo'shsak 20, 30, 15. S teng. Ildiz osti 15. 8 ni ayirsam 7, 10 ni ayirsam 5, 12 ni ayirsam 3. 15 ildiz osti 7 chiqadi. Va S teng PR formula bor, o'shani qo'llayman. S teng P, ya'ni yarim perimetr 15 kara radius. Bunda radius teng ildiz osti 7 chiqadi. Bizda bu uchburchak yuzasi SBYC teng asos 12, balandlik radius taqsim 2. Javob 6 ildiz ostida 7. 26. CY va AT kesmalar mos ravishda B va T nuqtalarida aylanaga urinadi. BC bilan AT teng. Bu ikkita burchak ham teng. CD ning DT ga nisbati. Xo'p, mana bu A nuqtadan urinma AT bilan AB urinmalar teng bo'ladi, chunki bitta aylanaga A nuqtadan urinma o'tkazilgan bo'lsa, ikkita urinma o'tkazilgan bo'lsa, ikkita urinmalar ham teng bo'lishi kerak. Bu bilan bu ikkalasi tengni aytdim. Endi mana buni tashtiraman. E'tibor qilinglar, mana burchak alfa bo'lsa, bu ham alfa, chunki uch burchagimiz teng yonli. Endi bu nima bu? Tashqi burchak, bunga tashqi burchak. Buni tashqi burchagi 2 alfa bo'ladi. 2 alfani ham teng 2 ga bo'lgan. Ya'ni bular alfadan ekanligi kelib chiqdi. Va e'tibor qilsak, mana bu ikkita to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq kesib o'tdi va bunda mana burchaklar teng bo'ldi. Bundan kelib chiqadi, bu ikkalasi teng ekan, demak ikkala to'g'ri chiziq bir-biriga parallel kelib chiqadi. Bu ikkitasi bir-biriga parallel bo'lsa, bu yerda e'tibor qilamiz. Mana bu BC bilan BA teng, ya'ni bu o'rta chiziq bu. O'rta chiziq, ya'ni mana bu yerni CT ning uzunligini A desam, TD ham A bo'ladi. Masala shartida CD 2A ga teng. DT A ga teng. Nisbat 2 chiqadi.
27. Abesli deltoid. AC B diagonallar, demak deltoid diagonallar perpendikulyar bo'ladi. AB bilan BC teng, demak bu ikkalasi teng bo'lsa, bu ikkalasi ham teng. Deltoid shunaqa bo'ladi. Deltoid qanaqa bo'ladi? Eslatib o'taman. Deltoid ikkita teng yonli uchburchak bitta asosda bo'lishi kerak. Mana shu shakl deltoid va buni diagonallari perpendikulyar bo'ladi. Mana shu shakl. Endi HD ni uzunligini A desak, YH ni uzunligi 2A ekan. AF ni uzunligini B desak, YF ni uzunligi 2B ekan. Va bo'lgan soha yuzalari yig'indisi 10 ga teng bo'lsa, shu deltoidning yuzasi kerak. Xo'p, buni yuzasi x bo'lsa, buni 2x bo'ladi. Asos tomoniga proporsional. Keyin mana bular tengga bo'linadi, chunki teng yo'l uchburchak bo'lgandan keyin mana bu diagonal tengga bo'linadi. Diagonal kesishgan nuqtada. Bunisi tengga bo'linmaydi, bu ikkalasi tengga bo'linmaydi, faqat mana bu umumiy asos, o'sha ikkita teng yo'l uchburchakning umumiy asosiga tushgan balandliklar tengga bo'linadi. Ya'ni bu yoq 3b bo'lsa, bu yoq ham 3b, bu yoqda 3x yuza, bu yoq ham 3x bo'ladi. Buni yuzasi y bo'lsa, buni yuzasi 2y, xuddi shunday buni yuzasi 3y mi? Buni yuzasi ham 3y bo'ladi. Deltoidning yuzasi umumiy hisobda 6 karra x plus y ga teng bo'ldi va masala sharti x plus y ni bergan, ya'ni bo'lgan soha yuzalarini bergan. Bu 10 ga teng. Bizga mana bu kerak edi va bu 60 ga teng. 28. Abesda rompning BD diagonalda Y nuqta olingan. Va bu nuqtadan AB tomonga YF balandlik tushirilgan. YF. Xo'p, bu yerda to'liq yozilgan ekan. Demak, bunga qarasak, AF 2 ga teng. YF 8 ga teng. BC 10 ga teng. Rompning yuzini toping. Xo'p, bu yerda romb tomoni 10 bo'lsa, mana bu ham 10 bo'lish uchun bu yerga 8 qoladi. Endi demak, mana bu burchagimiz nima bo'ldi? Yoki mana burchak nima bo'ldi? Uchburchagimiz teng yonli to'g'ri burchakli bo'ldi, 45 gradus bo'ldi. Va rompning diagonallari uning burchagini tengiga bo'ladi, ya'ni bu ham 45 gradus bo'ldi. Bundan kelib chiqadi, bu 90 gradus bo'ldimi? Ya'ni bu shaklimiz o'zi romb deyilganda, rompning bitta burchagi 90 gradus bo'lsa, demak u kvadratga aylanadi, ya'ni u kvadrat. Demak, bu shaklimiz kvadrat, tomoni 10 bo'lsa, yuzasi 10 ni kvadrati 100 ga teng. 29. ABC muntazam uchburchak berilgan, K markazli yarim aylana D va Y nuqtalarida uchburchakka urinadi. Chizmada bor. Xo'p, bu ham chizmada bor. H nuqtada aylanaga urinadi. Xo'sh, chizma tasvirlab aytilgan. Agar K markazli aylana yuzasi, yarim aylana yuzasi, ya'ni mana buni yuzasi 18 ga teng bo'lsa, L markazli aylana yuzasini topishimiz kerak. Xo'p. Bu muntazam uchburchak edi. Buni radiusi x, buniki y. Bu yer ham y, bu yer x. Xo'p, bu 30 gradus. 30 gradus qarshisiga katat x bo'lsa, bu gipotenuza 2x bo'ladi. 30 gradus qarshisiga katat y bo'lsa, gipotenuza 2y bo'lishi kerak. Qaranglar, bu yer y bo'lsa, ya'ni bu 2y bo'lishi uchun mana bu yer ham y bo'lishi kerak. Ya'ni y teng 3x bo'ldi. Y teng 3x.
Xo'p, mana bu yarim. Endi bu yerda doira deb yozish kerak edi. Bu ham doira. Sizlar to'g'rilangan bo'ladi. Bas o'sha doira, yarim doiraning yuzasi, ya'ni pi y kvadrat taqsim 2 18 ga teng. Bunda pi y kvadrat teng 36 bo'ladi. Endi bu yerda y ni o'rniga 3x qo'yib yuborsak, 9x kvadrat pi teng 36, x kvadrat pi teng 4 chiqadi. Bizdan shu kichik mana bu doira yuzasi so'ralgandi va uni yuzasi pi x kvadratga teng. Mana biz pi x kvadratni topdik. 4 chiqar ekan. 30-savol. Yuzasi 64 ga teng bo'lgan muntazam 8 burchakning markazi O nuqtadan EF va HK tomonlariga mos ravishda ON, MO balandliklar tushirilgan. Mana 5 burchakning yuzasini hisoblashimiz kerak. Muntazam 5 burchak. Xo'p. Mana buni tutashtirsak, bularni ham. Muntazam 5 burchak markazi bo'lganligi uchun mana bu nuqtamiz tushgan perpendikulyar tomoni teng kelib bo'ladi. Ya'ni bular A bo'lsa, bu ham A, tomoni 2A bo'ldi, chunki bu 2A bo'ldi. Bu ham A, bu ham A. Ya'ni nima demoqchiman? Buni yuzasi x bo'lsa, buni yuzasi ham x, bitta uchburchak yuzasi 2x bo'ldimi? Bu ham 2x, bu ham x, bu ham x. Ya'ni bizda hozir 4x topishimiz kerak. Xo'p, 8 burchak yuzasi nima? Mana shu 3 burchakdan 8 ta bor. Ya'ni 2x ko'paytiramiz. 8 bu teng bo'lishi kerak 64 ga. Bunda x teng 4 chiqadi. X teng 4 bo'lsa olib kelib qo'ysak, 4x teng 16 chiqadi. Ya'ni bizda so'ralgan soha yuzasi 16 ga teng. 31-savol. AC 10 ga teng, ya'ni mana masofani 10 ga teng debdi. AC, ya'ni mana masofa 10 ga teng. AB bu masofani bergan. 2 ildiz osti 29. Quyida berilgan 3 ta bir xil muntazam prizmada 3 ta nuqta olingan bu jismning hajmini toping. Xo'p. Muntazam prizma degan, ya'ni asosiy tomoni x bo'lsa, hammasi x, balandligi y deb olamiz. E'tibor qilamiz. Bu x, bu y, bu x. Mana bu masofa. Ya'ni o'sha AC masofa bilan bu masofa teng. Bu masofa nimaga teng? 2x plus y ga va bu teng 10 ga. Endi bunda Pifagor qo'llaymiz. Pifagorga qaraydigan bo'lsak, y kvadrat yoki o'zi mana bu yer 10 edi. 10 edi. Bunda Pifagor qo'llasak, buni kvadratdan 10 ni kvadratni ayiramiz. Xo'p, buni kvadrat 4 kare 29 dan ayiramiz. 100 ni. 16 chiqar ekan. 16 dan ildiz 4 chiqadi. Ya'ni mana bu y 4 ga teng ekan. Xo'p, y 4 ga teng bo'lsa, mana masofa 10 chiqishi uchun mana bu yerga qaraymiz. 2x teng 6, x teng 3 chiqadi. Bizga bu jismning hajmi so'ralgandi, ya'ni 3 ta prizmaning hajmi. 3 ko'paytiramiz, bitta prizmaning hajmi. Qirralarni ko'paytiramiz. Qirralar x, y. 27 kare 4 108 chiqadi. 32. Muntazam 4 burchakli piramida yon qirrasi ildiz osti 6 ga, asosiga tashqillangan aylana radiusi ildiz 2 ga. Asosiga tashqillangan chizsak, buni radiusi ildiz 2 bo'lsa, mana bu diametr 2 ildiz 2 bo'ladi. Pifagor qo'llasak, xullas kvadrat tomon, demak 2 dan ekan. Kvadrat tomon 2 ga teng. Piramidaga tashqi chizilgan shar radiusini toping. Xo'p, bunga tashqi shar chizadigan bo'lsak, mana bu uchburchakka
tashqi chisilgan aylana radiusi mana bu tashqi chisilgan shar radiusiga teng. Xo'p, bu uchburchagimiz tomonlari qanaqa? Ildiz osti 6, ildiz osti 6, pasti 2, ildizda 2. Bunga tashqi chisilgan aylana radiusi kerak. Xo'p, bu yerdan balandlik tushirsak, 2 ildizda 2 teng 2 bo'ladi. Ildizda 2, ildizda 2 dan. Bunda Pifagor qo'llasak, mana balandlik 2 chiqadi. Bu burchagimiz alfa. Uchburchakka tashqi chisilgan aylana radiusi a taqsim 2 sinus alfa. Bunda sinus alfa nimaga teng? 2 taqsim ildiz osti 6 ga. 6 taqsim 4, 3 taqsim 2 bo'ladi. 33. Konusning balandligi 12, asosining radiusi 5 ga teng. Konus uchidan qanday masofada o'tkazilgan va asosga parallel tekislik konusning yon sirti yuzalari teng bo'lgan ikki qismga ajratadi. Demak, konusning yon sirti yuzalari teng bo'lishi kerak. Uchdan boshlab mana bu x desak, bizga mana shu x kerak. Pastda masofasi qancha bo'ladi? Buni balandligi qancha bo'ladi? 12 minus x bo'ladi. Xo'p, mana bu y. Xo'p, ana endi ikkitasini ham yon sirti yuzalari teng, ya'ni buni yon sirti s bo'lsa, buni ham yon sirti s. Mana bu kichik konus bilan katta konusimiz o'xshash. Kichik konusning balandligi x, katta konusning balandligi 12 ning kvadrati teng kichik konusning yon sirti s, katta konusning yon sirti 2s. Bu yerda ildiz olsak, x taqsim 12 teng 1 taqsim ildizda 2, x teng 6 ildizda 2 chiqadi. Y kerakmas ekan, pasti ham kerakmas ekan. Quyida O markazli va AB diametrli sharda mana shu shartlar bor ekan. AB ni uzunligi 12, demak radius 6 dan. AC ham 6. Bizga A nuqtadan chumoli shar yuzasidan C nuqtaga boradi. Chumoli bosib o'tgan eng kam masofa uzunligi, ya'ni bizga mana shu katta aylanadagi AC yoy uzunligi kerak bo'ldi. Shu eng qisqa masofa mana shu bo'ladi. Hop, buni tutashtiramiz. Bu uchburchagimizda mana bu aylana radiusi 6 edi, demak bu ham 6. Bu uchburchagimizga qarasak, hamma tomoni teng bo'ldi, demak bu 60 gradus. Bizga radiusi 6 ga teng bo'lgan aylananing 60 gradusli yoyi uzunligi kerak bo'ldi. 60 gradus bu 6 dan 1 qism degani. Demak, 1 taqsim 6 ko'paytiramiz. Aylana uzunligi 2pi r. Javob 2pi. 35. RCT R1 C1 T1 prizma. Demak, uchburchakli prizma ekan. R S T R1 S1 T1. Prizmaning yuqori asosi bular birli ekan. Muntazam uchburchak bo'lib, uning yuzasi shunga teng, ya'ni C ga teng ekanda qirasi. Chunki tomoni C bo'lsa, muntazam uchburchak yuzasi C kvadrat ildizda 3 taqsim 4 ga teng. Bu yerda ham xuddi shu yozilgan. Qirrasi C ga teng ekan. RC to'g'ri chizig'i orqali T1 qirrasi bilan 30 gradus burchak hosil etuvchi kesuvchi o'tkazilgan. R
C to'g'ri chizig'i orqali T1 qirrasi bilan 30 gradus burchak tashkil etuvchi kesuvchi o'tkazilgan. Yana bittamda kesuvchi o'tkazilgan. Mana shu qirra orqali mana bu qirra bilan 30 gradus burchak hosil qiluvchi kesuvchi tekislik o'tkazilgan. Xullas, mana shu tekislik. Mana bu qirra bilan 30 gradus burchak hosil qiladi. Ya'ni mana bu asosning o'rtasini bu bilan tutashtirsak, buni ham tutashtirsak, muntazam uchburchak, xullas, bular C taqsim 2 dan balandligi nima bo'ladi muntazam uchburchakda? C ildizda 3 taqsim 2 bo'ladi. Mana burchak 30 gradus. Ya'ni mana shu kesim va shu qirra orasidagi burchak bu 90. Bizdan nima so'raldi? Hosil bo'lgan kesimdagi uchburchakka tashxisilgan aylana radius. Xo'p, bizga mana shu bu nuqtani n desam, NRC uchburchakka tashxisilgan aylana radius kerak. Xo'p, buni balandligi nima bo'ladi? Mana 30 gradus qarshisiga katet. S ildizda 3 taqsim 2 bo'lsa, gipotenuza S ildizda 3 bo'ladi. Uchburchakni bu yoqdan chizib olaman. Bular S taqsim 2, S taqsim 2, bu S ildizda 3. Bunda Pifagor qo'llasak, 3s kvadrat qo'shilgan s kvadrat taqsim 4. 13s kvadrat taqsim 4. Ildiz osti 13s taqsim 2 bo'ladi. Ildiz osti 13. Xato qilmadimmi? Xo'p, davom etaylikchi. Mana burchagimiz alfa bo'lsa, yoki mana burchagimiz alfa bo'lsa, bu uch burchagimiz teng oldi, chunki tushgan balandlik asos teng ajratdi. Bu yog'i ham ildiz osti 13 s taqsim 2. Tomon, ya'ni tashxisga aylana radiusi tomon taqsim 2 ko'paytirilgan, ya'ni a taqsim 2 sinus alfa. Bu uch burchagimizda sinus alfa nimaga teng? C ildizda 3 taqsim ildiz osti 13 C taqsim 2. Xo'p, mana bu 2 bu yerga chiqadi. Va ildiz osti 13 C suratga teng. Bu yoqda bittadan C'lar qisqarib ketdi. Buni surati 13 C taqsim 2 bo'ldi. Mahraji 4 ildizda 3 bo'ldi. 13 ildiz osti 3 C taqsim 8 kara 3 24. To'g'ri chiqdi. Sog' bo'linglar. Xato kamchiliklar uchun uzr so'rayman.